Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtimin Əla əfəndinin millatçilikning zavallıqqa yüz tutqanlığının ifadeleri namlıq maqalası Online Opinion gazetida 28 iyul kuni e'lon qilindi. Cumhur Rəisimiz Doktor Məmtimin Əla əfəndi maqalada millat va millatchilik ideviy o'yg'itishdan siyosiy aniqlama, hatto eg'zaki tilgacha har xil ma'nolarni o'z ichiga oladi. Millat degan so'z aslida latinchadagi natio degan so'zdan kelgan bo'lib, tug'ilish, manba yoki nasl, o'rtaq til degan ma'nolarni bildiradigan bo'lib, bir joyda tug'ilgan va o'rtaq ajdoddan kelgan bir to'p kishilarni ko'rsatadi. Asrlardan buyon bu atalg'uning ma'nosi texmo murakkab siyosiy gavdalarga taraqqiy qilib, kültür, territoriya, qonun va turmush usulidan o'rtaq bahramlanadigan bir to'p kishilarni o'z ichiga oladigan bo'ldi. Bu orqa ko'rinishdan aytganda millatchilik tug'ilgan joyga, kimliklarini shakllantirgan kulturga va bu insonlar orasidagi tabiiy munosabat, birlikda insho qilgan bexatarlik va kelajakka va'da bergan tuproqlarga his qilgan sevgi, g'urur va sadoqat bilan o'rtoqlashadi. Millatchilik tabiiy bir inson tuyg'usidir. U kishiga millat tarixi, kulturi va reallikni o'rtaq tushunish orqali shakllangan kimlik va tabiiylik tuyg'usini beradi. Bayroq, davlat she'ri, fuqarolik, bilet tashlash huquqi va boshqa huquq va mas'uliyatlarni o'z ichiga olgan bir qator simvollar, harakatlar, fikrlar va ifodalashlar, rasmiy va g'ayri-rasmiy tarbiyalash, qatnashish, o'lcham va qimmatlarni o'rtoqlashish orqali bu salohiyatni texmo kuchaytiradi. Bu yerda ojizlashgan millatchilikning oddiy aniqlamasi ustida tekshirish olib borganimizda, uning davlat bayrog'i, badan va uydan iborat 3 moddasidagi eng konkret ifodalari ustida izlanamiz. Bu insonlarning davlat bayrog'iga hurmatsizlik, vujudiga zo'ravonlik va uy makonlarini musodara qilish orqali milliy kimligini, izzat hurmatini, an'analarini qandoq yo'qotib qo'ydiganligini gavdalantirdi. Biz his tuyg'ularimizni, fikrlarimizni, ideologiyalarimizni simvollar orqali bildiramiz. Bu simvollar odatdagi narsalar emas, ular kollektiv kimligimizning salmoqini bildirdi. O'rtaq tarix, qimmat qarashimiz va kelgusi tasavvurimizni asga soladi. Milliy simvollarimizning ifodalanishi bostirilganda, to'sqinlikqa uchraganda, hatto jazolantirilganida insonlar bu tuyg'ularni yo'qotib qo'ydi. Birlikni amaliylashtirib ifodalay olmaydi. Davlat bayrog'i kishilarning ijtimoiy jihatdan moslashgan, siyosiy jihatda ittifoqlashgan va his tuyg'ularini qo'llaydigan muhitda yashash uchun birlashtiruvchi, ittifoqlashtiruvchi, o'zgarishchanlikqa va aloqalashish kuchiga ega qila oladigan muhim simvol. Avstraliyada siyosiyonlar, byurokratlar, shirkatlar va faoliyatchilar tarafidan Avstraliya davlat bayrog'ini chetga qiqish kun sayin kuchayotidi deydi va buningga amaliy misollar keltirib, shundoq davomlashtiradi. İkincisi beden. Bedenimiz Aflatunning biz ichiga qoplashib qolganimizni faraz qilganidek moddiy bir mavjudotdan halqagan narsa. U kimligimizning tengdoshsiz bir o'lchamiga vakillik qiladi. U bizning jismoniy butunligimiz, qimmat qarashimizni, orzularimizni va tasavvurlarimizni ifodalashni, shundaqla ijtimoiylashish uchun bir aloqa bo'shligini, zehnimiz, ruhimiz va jinimiz uchun bir panohgohni qoplagan bir butunlikdir. U tug'ilgan davlatimizning tuprog'idek muqaddasdir. Sirliq bir tusda ayollar va xalq avomning tunishida o'zaro giralishib ketgan. Shunga biz vatanimizni ona vatan deymiz. Bir vatan ayolga o'xshaydi. Bizning kollektiv onamiz xuddi hammamizni tuqqandek bizni asraydi. Bu badanga hurmatsizlik qilganda yoki xiloflik qilganda qilmish sodir qilguvchilar muvaffaq jazoga uchramasa, u ziyonkashlikka uchrag'uchining o'zini tunishi, qimmati va izzat hurmatiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Uningdanmi battari xalq orasidagi ijtimoiy tuyg'u bog'lari va millatlar bilan bo'lgan munosabati buzg'unchilikqa uchraydi. Ayollarning tajovuzga uchrashi orqali xarob bo'lgan bir davlat, nomus, xorliq va zavollikqa yuz tutgan davlat. Janubiy Sudandagi ayollarga qartilgan keng ko'lamda va tekshirilmagan jinsiy zo'ravonlik keltirib chiqargan buzg'unchilikqa qaraydigan bo'lsak, bu buzg'unchilik qilmishlarining qanday qilib anarxiya davlatni borliqqa keltiradiganligini ko'ra olamiz. Bu yerdagi muhim saboq shuki,
Ayollarga qaratilgan bosqinchilikqa astoydil muomala qilinmasa, oqibat faqat ijtimoiy va psixologik masaladan uzoqlashib, bir millatning halok bo'lishiga hassa qo'shadi. Uchinchidan, bir uyga ega bo'lish, yolg'iz beshining ustida bir o'g'zisi bo'lgan bir qurilishga ega bo'lish hashamati emas. İnsanның hayotының asosi bir elementi bo'lib, ma'lum bir nuqtada milliy kimlikni gavdalantiradi. U bir millatga tava bo'lishning eng konkret shakli, obrazliq amalga eshishi. Turalgı kemçil buluş, öy bahasının ösüşü yoki ko'chmalarning yetkilishi qatorliq har xil sabablar tufaylidan Avstraliyada öy makonsiz qolayotganlarning soni barg'ansiri ortib, o'z davlati ichida notanish odamga aylanish, bangvash o'z yiltiziga, davlatiga bog'lanolmaslik, zimini va jamiyatidan ayrilib qolish, oxirida milliy kimligi va iftixorini yo'qotishni keltirib chiqardi. Kishi uyi qarshi ilinmaydigan va doim keladigan mehmonlar bilan to'lganligini his qiladi. Bu mehmonlar bo'shliqni o'rtoqlashning o'rniga ziminni o'zining qilib olishni talab qiladi. Bundaq ahvolda bir qism uy egalari behuda qarshilik qilishi, chet elning boshqa joylariga ko'chib, yangi uy tepishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, ular oxirida qaynayotgan paqining oqibatiga duchor bo'ladi. Natija o'zgarmaydi. Mayli qayerga bormang, mayli qabul qiling, qarshi turing yoki qechishga o'rining, zimmangizga tushgan davlatingizga bo'lgan igdorchilik huquqingizni yo'qotasiz. Bir millatning bu uch asosiy aloyidligi boshqa murakkab omillar bilan g'arbdagi millatchilikning tadrijiy chekinishining ro'shan alomatlari. Bu millatchilik bir kechada o'lmaydi, balki tuyuqsiz yemirilguncha uzun vaqt ichida asta va echinishli holda o'ladi. Bu ahvol Hemingwayning Quyoshmi chiqadi nomli mashhur romanidagi Bellning qandoq bayram bo'ldingiz deb so'rag'anida Mikening ikki xil shaklda avval asta-asta, orqadan tezla deb javob berganiga o'xshaydi, deydi va g'arb dunyosidagi millatlarning yo'qolib ketish mumkinligini o'tirg'a qo'yib, shundoq davomlashtirdi. Ba'zilar bir ulusning ijtimoiy qurilish ekanligini o'tirg'a qo'yishi mumkin. Ya'ni tarix bo'yicha mavjud bo'lib turish uchun ichki tabiiy kuchga ega emasligini o'tirg'a qo'yishi mumkin. Uluslarning halok bo'lishining muqarrar ekanligini qabul qilgan taqdirdami, bu halokatdan keyin nima ishlarning yuz beradiganligini, ya'ni mavjud davlatlarning parchalangan tuproqlarini dunyoviy anarxiyaga aylantirgan dunyoviy yangi bir davlatni faraz qilish kishini cho'chitadi. Dunyoviy anarxiya g'arbdagi kishilarning eng oxirgi orzusining natijasi. Ular tartib bo'lmagan ahvolda funksiyasini yo'qotsa-mu, bu muqarrarlikni qabul qiladi. Undan boshqa anarxiyani millatchilikning yo'qolishi va millatlarning zavolliqqa yuzlanishining natijasi deb faraz qilaylik. Bu xil ahvolda kishilar bexatarligini qo'g'dash uchun avtonomiya va erkinlikni qurbon qilish kerak degan taqdirdami, tartibni saqlash uchun sig'dirishchan boshqarish organiga murojaat qiladi. Balki dunyoviy diktatorlik, ozodlik, o'rtaq manfaat yoki o'rtaq kelgusi qatorliq yo'lliqlarni bahona qilib, bu munosabat bilan osonlik qadam olishi mumkin. Yana bir xil ahvol ostida dunyoviy bir shirkat raqamlik salohiyat, pul birligi va chiroy hissiyot tunish sistemasi qatorliq raqamlik kontrol mexanizmi kuchaytirilgan texnik tadbirlar orqali yer sharini boshqarishga va'da berish fursatidan foydalanib, xushallik his qiladi. Bu bizni muhtoj va qo'llanishchan mutlaq oxirgi ulusga aylantirib qo'ydi. Millatlarning yo'qolishi kishini cho'chitadi, ammo keyingi ishlar texmi qo'rqinchli bo'lishi mumkin. U bizni oldi bilan asta, andan tuyuqsiz, biroqla yo'qotishi mumkin deb oxirlashtirdi. Shiddatli zulmat qorong'uligidan keyin eng tez suratda yetib kelish harpisida turgan oydinlik bizni hali ham kutib turibdi. Biroq ma'lum bo'lmoqdaki, insonligimizni allaburun xatar rayoniga akirib qo'yib, jismimizni, quruq iskeletimizni elib qetish ko'yida yurmoqdamiz. Ro'yimizni go'rga qo'yib turib olgan bu qetish qarorining xato tanlashlarning davomi hamda eng qo'rqinchlisi ekanligiga diqqat e'tiborimiz tayinliqdek. Ibrat saboq og'idek holimizmi chaqliqdek. Halbuki hayotlik dasturimiz navbatdagi sakratlik holatimizga qaramay, o'zining jaranglik sadolari bilan har birimizni mavjudlik krizisimizda to'g'ri tanlashga ega bo'lishga va haqiqat tomon ilgarilab, ziyonni takror sodir qilmaslikka shu tarzda chillab kelmoqda edi. Ey millat, bas, yetar, o'yg'on. Zaman bilan qasamki, inson haqiqatan ziyon ichida. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar ziyon tortmaydi. Asr surasi Burhan Muhammadning Xo'roz tug'ishi kerakmi nomli yozmasidan elindi.
Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.